Agarda sizda gemoglobin past bo'lsa, holsiz bo'lsangiz, oshqozon ichak faoliyatingizda muammolar bo'lsa, sizga aynan mana shunaqa foydali smuzini tavsiya qilaman. Aynan yashil sabzavot va ko'katlarda bilib qo'yingki, gemoglobin molekulasiga yaqin bo'lgan xlorofil molekulasi bor. Aynan yashil narsalarning tarkibi sizni qoningizni ko'paytiradi, ya'ni gemoglobin ko'taradi, ferritinni ko'tarib berishga yordam beradi va yana bitta narsa, temir moddasini ko'payishiga yordam beradi. Bugun sizlar bilan ana shu muammolaringizga yechim beradigan smuzini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bir dona ko'k olma, apelsin yoki mandarin, bitta dona bodring, shavil, ukrop va uyingizda bor ko'katlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ha, aytgancha, bunday smuzilarga bir choy qoshiq yog' qo'shishni unutmang, chunki buni tarkibidagi vitaminlar yog'siz tanamizga so'rilmaydi va bilib qo'yingki, qanday salat yeyishingizdan qat'iy nazar, albatta salatlarning tarkibiga yog' qo'shing, chunki u sizga yana ham foydali bo'lib so'riladi. Qizlar, ko'rib turibsizlar, men olmani po'sti bilan va ichidagi danagini ham qo'shib yubordim. Aslida smuzilarga kivini ham po'sti bilan solish tavsiya etiladi, chunki aynan po'stida foydali xususiyati bor. Kivida tolalar 2-3 barobar ko'proq bo'ladi va bu sizga oshqozon ichak mikroflorangizga foyda keltiradi. Aytgancha, buni tarkibiga chiya ham qo'shdim. Qarang, chiyani nimalarga ham qo'shishingiz mumkinligini bilarmidingiz?